Bu hayvon sherlardan ham xavfliroq ovchilardan biri. Afrika yovvoyi iti kuchli emas. Lekin u deyarli hech qachon yolg'iz ov qilmaydi. Ular mukammal jamoa bo'lib harakat qiladi va oljasiga qochib qutulish imkonini deyarli qoldirmaydi. Ajablanarlisi shundaki, ularning ov qilish muvaffaqiyati 80% gacha yetadi. Bu esa sherlar yoki gepardnikidan ham yuqori. Har bir it o'z vazifasini biladi. Ba'zilari oljani quvadi, boshqalari esa yolini tosadi. Ular bir-biri bilan tovushlar va tana harakatlari orqali aloqa qiladi, xuddi oldindan reja tuzgandek. Lekin eng hayratlanarlisi, ov tugagach, ular avval kuchsizlar va bolalarni ovqatlantiradi. Hatto ovda qatnasha olmagan a'zolariga ham ovqat olib kelishadi. Shafqatsiz ovchilar. Ammo o'z to'dasi uchun nihoyatda mehribon. Balki haqiqiy kuch yolg'iz bo'lishda emas, birgalikda harakat qilishdadir.